Yana bir bor xayrli kech Jannat Koshiq TV kanalini qadrdonlari. Mana ertaga xudo bugun program bo'ladi, ertaga ochilishi bo'ladi. Indinga xudo xohlasa bizni ko'rik tanlovlarimiz bo'ladi inshaalloh. Kimga? O, ana yigitlarimiz. O, ana doirachimiz bilan 5ga. Rubobchimiz o pastda aylanib yurishibdi. Qaranglar. Jannat Koshiq TV kanalining muxlisalari juda go'zal, juda go'zal. Mana restorani ekanman, yana ko'rsatishga harakat qilaman. 5-etaji Bek mehmonxonasi ekan. Bek mehmonxonasi ekan. Mana izlar sizlarga sekin qo'yib boraman, xudo xohlasa inshaalloh. Mana juda go'zal, juda go'zal. Ko'ryapsizlarmi izlar? Yigitlarimiz. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Sog'liqlaring yaxshimi? Mana go'zal qizlarimiz. Mana Xursanoy, yonida kim? Yulduzxon, Xursanoy, Sanobarxon, Odinaxon, Turgunova Matliboxon, Isakova Matliboxon, Ozixonzodaxon, Manzurichka. Bugun Manzuraxonni Matlib opamni tug'ilgan kunlari, Shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. 7-mayda bunusiniki, Sanobarxonniki 31-mayda. Mayda rosa Shukrona kunlarimiz ko'p. Xudo xohlasa Farg'onaga eson-omon birinchi o'rinlarda olib borsak, oshlar bitta to'plab oshlar. Inshaalloh, inshaalloh, inshaalloh. Azizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Endi bu videoni qachon qo'yaman, qachon emas, chunki video qo'yishga ham o'zi charchab vaqt bo'lmayapti. Lekin duo qilinglar, birinchi o'rinlarni olaylik. Yalpiz